Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan majhul nisbat, ya'ni passive voice haqida dars o'tamiz. Asosiy tushuncha va mohiyatini tushunib olish uchun biz birinchi o'sha majhul nisbat nima ekanligini o'rganib chiqishimiz kerak. Active and passive voice. Aniq nisbat, ya'ni active voice o'sha fokus harakatni bajaruvchi shaxs va narsaga qaratiladi. Bu yerda ish harakatning bajaruvchisi aniq bo'ladi. Ya'ni subject, verb plus object. Masalan, Ali wrote the letter. Ali xatni yozdi. Bu yerda asosiy e'tibor o'sha ish harakatning bajaruvchisida. Majhul nisbatda esa ish harakatni bajaruvchisi noma'lum bo'ladi. O'sha asosiy e'tibor bu yerda obyektga qaratiladi va uning natijasiga qaratiladi. Masalan, formulasiga qaraydigan bo'lsak, object plus to be plus verb 3. Ya'ni fe'lning uchinchi shaklidan foydalanar ekanmiz. Bu yerda misol qilib keltirishimiz mumkin. The letter was written. Xat yozildi. Xatni kim yozgani bu yerda ahamiyatga ega emas. Asosiysi xat yozilgani. Ya'ni bajaruvchi ikkinchi darajaga tushib qoladi. Qachon majhul nisbat ishlatiladi? Bajaruvchisi noma'lum bo'lsa, bu hozir tepada aytib o'tganim, harakatni kim bajarganini bilmaganimizda. My phone was stolen yesterday, mening telefonim kecha o'g'irlab ketildi. Keyingisi, harakat muhimroq bo'lsa, masalan, bajaruvchidan ko'ra jarayon oldinga chiqib ketadi. The road is being repaired. Yo'l ta'mirlanmoqda. Bu yerda yo'lni kim ta'mirlayotgani muhim emas. Asosiysi o'sha yo'lni ta'mirlanayotgani. Ilmiy va rasmiy matnlarda, ya'ni xolislik va aniqlikni ta'minlash uchun biz majhul nisbatdan foydalanishimiz mumkin. The chemical was placed in a test tube. Kimyoviy modda probirkaga solindi. Keyingisi muloyimlik va etika uchun to'g'ridan to'g'ri ayblamaslik maqsadida a mistake was made. Xatoga yo'l qo'yildi. Bu yerda kimni xatoga yo'l qo'ygani aytilmaydi-da, xatoga yo'l qo'yildi. Demak, ishlatilishini ko'rib chiqdik. Keyingi bosqichga o'tamiz. Asosiy formulasi bu yerda o'sha to be plus past participle, ya'ni fe'lning uchinchi shaklidan foydalanamiz. Majhul nisbatning poydevori, ya'ni to be fe'lining zamonga qarab tuzlanishi, asosiy fe'lning uchinchi shakli past participle hisoblanadi. Masalan, the bridge was built in 1995. Bu ko'prik 95-yilda qurilgan. Bu gapimiz o'tgan zamonni ifodalayapti. Endi zamonlar bo'yicha tuzlanishiga qaraydigan bo'lsak, bu tablitsada present simple, past simple, present perfect and future simple zamonlarida o'sha aktiv forma va passiv voice'ni bir-biriga taqqoslab misollar orqali ifodalagan. Ya'ni cleanse, ya'ni tozalamoq fe'li passive voice'ga masalan gap yasayotganimizda qanaqa bo'ladi? Misolga qaraydigan bo'lsak, the room is cleaned. Ed qo'shimchasini qo'shish orqali biz shu passive voice'ni yasadik. Xona tozalandi yoki tozalanadi. Bu doimiy bajariladigan ish harakati. Past simple'da esa o'sha to be o'tgan zamonga o'tadi. Ya'ni boya biz am, is, are formasidan foydalangan bo'lsak, endi o'shani was were shaklini olamiz. The room was cleaned. Bu xona tozalangan, kecha tozalangan yoki undan oldingi kun tozalangan. Endi perfectga qaraydigan bo'lsak, bu yerda aktiv formasi has cleaned turibdimi? Biz bu yerga majhullik qo'shish uchun has been cleaned, ya'ni xona tozalandi. The room has been cleaned shaklida olamiz. Future simple'da esa the room will be cleaned. Xona tozalanadi. Ertaga tozalanadi yoki keyingi hafta tozalanadi.
Aktiv gapingizni passiv qilishni o'rganamiz. Birinchi va ikkinchi bosqichlari, masalan, to'ldiruvchini topish kerak. Gapdagi to'ldiruvchini majhul gapning egasi o'rniga o'tqazish. Ikkinchi bosqichda esa tubini tanlang. Aktiv gapning zamoniga mos keladigan o'sha tubi shaklini qo'yish kerak. Uchinchi va to'rtinchi bosqichlarda esa fe'lning o'sha uchinchi shakli fe'lni uchinchi shakliga o'tkazamiz. Va bunda asosiy fe'lni jadval bo'yicha yoki id qo'shimchasi bilan o'zgartirish kerak. Va agentni qo'shish kerak. Bu ixtiyoriy. Agar bajaruvchini ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, bu yerda by predlogi orqali qo'shishingiz mumkin. By va with qo'llanilishi. Masalan, harakatning quroli yoki bajaruvchisini ko'rsatmoqchi bo'lsak, majhul nisbatda harakat kim yoki nima orqali bajarilganini aniqlashtirish muhim ahamiyatga ega. Masalan, by harakatni bajargan shaxs yoki tirik mavjudot uchun ishlatiladi. The picture was painted by Ali. With esa harakatni bajarishda foydalanilgan asbob, qurol yoki material uchun ishlatiladi. The picture was painted with a brush. O'sha rasm shotka yordamida chizildi. Endi eng ko'p qo'yiladigan xatolarga keladigan bo'lsak, asosan o'rganuvchilar o'sha majhul nisbatda gapirayotgan paytda tubiy fe'lni unutishadi. Fe'lning uchinchi shaklini o'zini ishlatib qo'yishadi. Bu xato. Masalan, the house built bo'lmaydi. The house was built. Ikki o'timli va o'timsiz fe'llar bor. Unda o'sha o'zidan keyin to'ldiruvchi talab qilmaydigan go, run, arrive, leave kabi fe'llar aslo majhul nisbatlarda ishlatilmaydi. Bular o'timsiz fe'llar hisoblanadi. Endi o'sha fe'lning uchinchi shaklini noto'g'ri shaklda ishlatishadi. Ya'ni id qo'shimchasini qo'shib qo'yadi ba'zan noto'g'ri fe'llarga. Lekin buni biz o'sha tablitsa orqali noto'g'ri fe'llar jadvalidan ko'rib, yodlab gaplarni ishlatishimiz kerak. Passive voice'ning qo'llanilishi. Demak, ilmiy akademik matnlarda passive voice 50% ishlatilar ekan. Yangilik gazetalarda 30%gacha, kundalik og'zaki nutqda esa 20%gacha ishlatilar ekan. Buni diagram shaklida qo'yib chiqdik. Endi o'rganish bosqichlarini tushuntirib o'taman. Birinchi o'sha passive voice'ni o'rganishda tubiy fe'li haqida aniq bir ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Tubiy fe'lning o'sha barcha zamonlarini yodlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Hozirgi, o'tgan va kelajak future simple'dagi shakllarini. Noto'g'ri fe'llar. Noto'g'ri fe'llarni ham mukammal o'zlashtirishimiz kerak. Endi transformatsiya qismiga o'tadigan bo'lsak, aktiv gapni passiv gapga o'tkazish uchun ko'proq amaliy mashq qilish kerak bo'ladi. Va shundan so'ng erkin nutqga, ya'ni o'sha ilmiy insholar, nutqlarda o'sha majhul nisbatdan foydalanishni mashq qilib ko'rish kerak. Va shunda bu mavzuni to'liq mukammal o'rgangan bo'lasiz. Bugungi darsimiz uchun mo'ljallangan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.